Avvalgi o'tgan solihalarimiz Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytishni juda ham yaxshi ko'rishgan. Hatto bir voqeani qarang, menga o'ta qattiq ta'sir qildi. Fas Mag'rib shahrini solihlardan Sayyid Ma'sud Da'raviy rahmatullohi alayh Rasulimiz alayhi salomga salovat salom aytishni rosa ham yaxshi ko'rar ekanlar. Fas shahridan bo'lgan ekanlar, Mag'ribdan. O kishini bir go'zal odatlari bor ekan. Ertalab turib Mardikor bozorga borar ekanlar. Ishchilarni yollar ekanlar. Ishchilar borib uy qursa kerak yo boshqa ish qilsa kerak deb o'ylashar ekan. 3-4tasini uyga olib kelganlardan keyin kelinglar, Rasulimiz alayhi salomga salovat aytamiz der ekanlar. Asrgacha salovat aytishar ekan. Asr vaqti bo'lganda endi biz turamiz, ish vaqti tugadi deyishganda dunyoviy odamlarni talabini talab qilardi, deyapti. Bu Sayyid Ma'sud Da'raviydi. Nima desa, ozgina yana ishlab beringlar deydi-ku dunyo ahli. Mana o'shda ham qilib bering, qo'shib beraman deymiz. Xuddi shu kabi yana ozgina salovat aytinglar, qo'shib beraman der ekan. Ozgina qo'shinglar, ozgina yana salovat aytaylik, pullaringni qo'shib beraman der ekan. Vaqt bo'lgandan keyin ularda haqlarini berib jo'nataverar ekanlar. Qarang muhabbat, qarang Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan oshiqlikni qarang. O'zi aytishidan tashqari mardikor yo'llab, pul berib Rasulimiz alayhi salomga salovat ayttiryapti. Alloh bu kishining rahmatiga olsin. Sayyid Ma'sud Da'raviy rahmatullohi alayhi.